Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta deb atalgan zikrni o'rganamiz. Bu zikrni musulmon ummati sayyidul istig'for deb ataydi. Ya'ni istig'forning ulug'i, kattasi, boshlig'i, rahbari degani. Istig'for juda ham buyuk narsa. Insonni qalbini poklaydi. Ko'pgina manfaatlarni jalb qiladi. Bu dunyo uchun, oxirat uchun har bir joyda istig'for bor. Istig'for aytish bir gunohni qilib qo'ygandan keyingina emas, balki doimiy ravishda bo'lishi kerak. Shuning uchun har farz namozni o'qib bo'lgandan keyin 3 marta istig'for aytamiz. Lekin o'sha istig'forlardan bir qancha siyg'alarini ham o'rgandik. Lekin ularning ichida eng ulug'i shu. Mana shuni sayyidul istig'for deyiladi. Allohumma anta robbi. Allohim, sen meni Robbimsan. Xalaqtani. Sen meni xalq qilding, yaratding. Sen yaratmasang hech kim meni yarata olmaydi. Allohumma anta robbi la ilaha illa anta xalaqtani va ana abduka va ala ahdika va va'dika. Men seni bandingman, qulingman. Men seni bandingman, qulingman. Ana senga bergan ahdimda sobit qadamman. Senga bergan va'damda mahkam turaman. Ana abduka va ala ahdika va va'dika mastata'tu. Qudratim yetganicha. Va abu'u laka bi dhanbi. Men o'zimni gunohim bilan senga e'tirof qilaman. Va abu'u laka bi dhanbi va abu'u laka bi ni'matika alayya. Menga bergan ne'matlaringni ham nima e'tirof qilaman. Va shunga o'xshab oxirigacha e'tirof, bandalik, Allohning ulug'ligi va boshqa demak narsalarni hammasini e'tirofi bo'ladi. Mana shuni yaxshi e'tirof bilan, chuqur his tuyg'u bilan qalbni to'ldirgan holda aytsa, inshaalloh haligi sayyidul istig'forni aytgan bo'ladi, juda ulug' ish bo'ladi. Istig'for aytish eng afzali, eng mashhuri Astagfirullohal aliyyal azim allazi la ilaha illahu va atubu ilayh. Mana shuni Hazratimiz rahmatlik Naqshbandiya tariqatdan ta'lim berayotganlarda bilasizlar, Naqshbandiyada maxfiy zikr bo'ladi. Zikr aytishning istig'for yo'nalishini o'rgatar ekanlar. Tilni tanglayga qo'yib, ong bilan, tafakkur bilan tilni harakatga keltirmasdan bir nafasda 7 martadan mana shu siyg'ani aytib boshlashni o'rgatar dedilar. Astagfirullohal aliyyal azim allazi la ilaha illahu va atubu ilayh. 7 marta. Qurbi ketganlar sekin-sekin mashq qilib 9 marta, 11 marta, 13 marta tog' sonlarda ko'paytirib borish orqali istig'for zikrining ta'limini berardilar. Ammo eng mashhuri birodarlar bu sayyidul istig'for deb nomlanadi. Istig'forlarning ichida eng mashhuri bu sayyidul istig'for. Istig'forlarning sayyidi. Imom al-Buxoriyning rivoyatlarida bu kelgan. Hadisda bu duo mujassam bo'lgan. Sayyidul istig'for ay yaqul al-abd. Banda shunday deydi, bu istig'forni aytar ekan. Allohumma anta robbi. Allohim sen Robbimsan. La ilaha illa anta xalaqtani va ana abduk. Sendan o'zga iloh yo'q. Sen meni yaratgansan. Men sening bandangman. Va ana ala ahdika va va'dika mastata'at. Toqatim yetganicha senga bergan ahdim va va'damda turaman. A'udhu bika min sharri ma sana'at. Qilgan amallarimning yomonligidan sendan panoh so'rayman. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Qilgan amallarimning yomonligidan sendan panoh so'rayman. Menga bergan ne'matlaring va gunohlarimni e'tirof etaman. Va abu'u bi dhanbi faghfirli. Meni kechirgin, gunohlarimni ham e'tirof etaman.
fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Chunki sendan boshqa kechirguvchi yo'q. Man qalaha min an-nahar muqinan biha, kim mana shu sayyidul istig'forni kunduz kuni demak ishonch bilan aytsa, muqinan biha famata min yawmihi qabla an yumsiya fa huwa min ahli al-jannah. Ya'ni kunduz kuni ishonch bilan aytsa-yu kechgacha vafot etsa, jannat ahlidan bo'ladi. Wa man qalaha min al-layl wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbih fa huwa min ahli al-jannah. Kim shu gapni kechasi ishonch bilan aytsa va tong otguncha vafot etsa, jannat ahlidan bo'ladi dedilar. Sayyidul istig'for. Buni doim ajdodlarimiz, Naqshbandiylar mana shu sayyidul istig'forni kunduzi va kechalari aytib yurishni o'zlariga vazifa qilganlar. Pirlar yangi muridlariga ertalab bomdoddan oldin yo bomdoddan keyin, kechqurun shom namozidan keyin 100 marta istig'for aytishni vazifa qilib beradilar. Yangi muridlarga 100 marta astag'firullohdan boshlanadi, so'ngra ko'paytirib borilib sayyidul istig'forni aytishga o'tiladi. Mana shu urf bo'lgan. Eng qulay, eng oson yo'l Alloh subhanahu va taologa demak banda ishonch bilan kunduz yo kechda bu kalimalarni aytsa, istig'for kalimalarini aytsa, Alloh subhanahu va taolo uni jannat ahlidan qilyapti. Eng katta kasal bu gunoh. Bu kasalning dorisi istig'for. Endi shifo berganini qayerdan bilaman? Shu gunohga qaytmadingmi? Demak Alloh senga shifo beribdi. Kundek ravshan ma'nolar. Ali ibn Abi Talibning hikmatlaridan u kishi aytadi. 5 ta narsani esda tutinglar. Birinchisi, banda faqat o'zini Robbisidangina umid qilsin. Faqat Allohdan umid qilsin. Otasidan emas, qulpinoy pishig'i, badrin pishig'i, dehqonlarning qo'liga pul tushishidan emas, faqat Allohdan umid qilsin. Ikkinchisi, faqat gunohlardan qo'rqinglar. Boshqa narsadan qo'rqmanglar. Uchinchisi, bilmagan kishi ta'lim olgani uyalmasin. To'rtinchisi, olim bilmagan narsasi haqida so'ralsa, vallohu alam deyishlikdan hayo qilmasin. Chunki yarim ilm bo'ladi bu. Men bilmayman ekan bu narsani deb qo'yavering bilmasangiz. Chunki bilmayman deyishlik yarim ilm bo'ladi. Beshinchisi, jasad uchun bosh qanchalar muhim bo'lsa, jasad uchun bosh qanchalar muhim bo'lsa, iymon uchun sabr ham shunchalar muhim. Bosh yo'q bo'lsa jasad yashamagandek, sabr yo'q bo'lsa iymon ham bor bo'lmaydi. Birodarlar, biz hayotini o'qib o'rgan ekan bu ulug' insonlar ham o'tib ketdi. Ularga zamondosh bo'lganlar ham o'tib ketdi. Boy ham o'tdi, kambag'al ham o'tdi, hokim ham, mahkum ham o'tdi, sog' ham, kasal ham o'tdi. O'ldi hammasi. 100 yildan keyin birortamiz qolmaymiz, biz ham. Ularni hammasi yer tagida yotishibdi. Qilgan yaxshi yomon amalini mukofotini kutib yotishibdi. Demak, hali tirik ekanmiz, savobli ishlarni qilishga shoshilib qolaylik. Shuning uchun hayot har qancha uzun bo'lmasin, baribir bir kun kelib tugashlik.